Bugun mana Firdavs oldiga keldim, ukajonim oldiga. Alaykum assalom. Yaxshimisan, charchamayapsanmi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Ukam, ertaga qanaqa kun? Ertaga 14-yanvar. Xo'p, 14-yanvarligi uchun senga bugun sovg'a olib keldim. Mana ukam. Rahmat, Sovg'ani aka. qabul qilgin. Lekin menda ham bitta sovg'a bor. Bo'ldi, qanaqa sovg'a bor? Sovg'a faqat sizga emas-da. Kimga? Bitta Ulug'bek akaga. Men ularni bitta parodiya qilib beraman. Faqat Ulug'bek akaga borib, Ulug'bek aka like bosib qo'ysa zo'r bo'lardi shu videoga. Bo'ldi ukam, qani parodiya qil unda, men ilib qo'yaylik-da senga. Ukam ilib qo'ydim. Mana ushlab turing aka. Xo'p, Endi men boshladim. qani? Ammo ertaga qanaqa kun? Ertaga 14-yanvar. Mana Vatan himoyachilar kuni. Ertaga sovg'a olayotganman-da so'tashlarimni. Bugun olasan, olasan. Bilasan qanaqa sovg'a olaman men? Nima olasan? To'qay olaman. Qayerdan bilding? O'zi aytdi-da. Faqat bitta shart qo'ydi. Ha? 8-marta zo'r qilib qaytarib berasan dedi. Bilasan endi nima sovg'a qilaman? O'sha to'qqizini ishlatinganda o'ziga qaytarib beraman. Gap. Endi biz 14-yanvarga qolganlar xursand qilamizmi? Ha, qilamiz. Kimni qilamiz? Qani? Bormi odam? Ikkita odam o'tiribdi. Ha. Ket. Ularni xursand qilasanmi? Ertaga 14-yanvar. Vatan himoyachilar kuni. Voy, necha vaqt ko'rdingiz, shunaqa aqlli odamlar ham burada. Bering sovg'a. Men sovg'a. Oling. Mengami? Ya Firdavs, nega sovg'ang berib yubording? Savolimga javob berdi-yu. Sovg'ani senga olib keldim-ku. Endi odamlar xursand qilgim keladi-da meni. Odamlarni xursand qilasanmi? Bo'ldi, Firdavs, o'g'rizdan chiqdi, o'zing bo'lib gapirib chiqani. O'zi 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni. Shu sababdan men Vatan himoyachilarimiz, chegaradagi himoyachilarimiz, harbiylarimiz, askarlarimiz, yo'l patrul xizmati, PPX hammani chin dildan tabriklayman. Menga sovg'a Ulug'bek akami komment va like bo'ladi. Ulug'bek aka, sizdan izoh kutaman.